qo'ysam yana xursand bo'lib ketaman. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz aralashma degan mavzu. Aralashma degan mavzuni biz formulalarni tushuntirib beramiz. Birinchisi, demak, qotishma tayyorlanadi. Ikkita massadan, M1 va M2 massali, demak, ikkita moddadan aralashtirib qotishma tayyorlanadi. Buni o'rniga kumush, oltin bo'lishi mumkin. Mis, qo'rg'oshin deb keladi, har xil aralashma bilan keladi. M1 massali P1%li, M2 massali P2%li. Protsentlar yig'ilsa doimiy 100% ni beradi, massalar yig'ilsa umumiy massani beradi. Birinchisining massasini topish uchun siz umumiy massani 100 ga bo'lsangiz, umumiy massani 1% va P1 ga ko'paytirsangiz, mana shu qiymat birinchisining og'irligini beradi. Ikkinchisi M2 massa, ikkinchi massa, M dan ayirib tashlasam ham bo'ladi, M ayirgan M1 qilsa ham bo'ladi. Lekin formula beramiz, umumiy massani 1% ni topib va ikkinchi tomonning protsentiga ko'paytirsangiz, mana bu M2 ning og'irligi chiqadi. Massalar nisbati uning protsentlar nisbati kabi bo'ladi. Protsent keyinchalik konsentratsiya ham deyiladi. Konsentratsiya bilan protsent bir xil. Keyingisi eng ko'p keladigan uchraydigan savollardan biri, ikkinchi holat M1 massali P1%li suyuqlik bor edi, ikkinchisi M2 massali P2%li yana bitta suyuqlik bor edi. Ikkalasini aralashtirganimizdan keyin massalar aniq qo'shiladi, lekin protsentlar qo'shilmaydi. Aralashmaning protsenti mana shu P. Ana shuni topish kerak degan savol. Demak, mana bu P1%, buni ichiga qo'shilgan moddani, aralashmaning o'sha moddaning protsenti. Umumiy massani 1% ni topamiz, P1 ga ko'paytirsak, mana shuni ichidagi, masalan, olaylik, suv bilan tuz bo'lsa, ana shu P1 tuzning protsenti. Umumiy massani 1% ni topib, P1 ga ko'paytirsak, mana bu ichidagi tuz og'irligi keladi. Qo'shamiz, buni ichidagi tuz og'irligi M2 ni 100 ga bo'lamiz. Buning 1%, P ga ko'paytirsak, mana bu ichidagi tuz og'irligi keladi. Ikkita tuzning og'irligi qo'shgandagi tuz og'irligiga teng. Qo'shgandagi M1 qo'shilgan M2 taqsim 100 ko'paytirilgan P. Mana shunda 100 dan tashlaversak, P ni topsak, M1 P1 qo'shilgan M2 P2 taqsim M1 qo'shilgan M2 degan formula bilan chiqadi. Keyingisi, uchinchi holat. M1 massali P1%li unga qo'shamiz, M2 massali protsenti 0 bo'lgan. Xuddi bunga tuz va suvli aralashma bor edi, ikkalasini. Faqat uni ustiga suvni soldik. Buni tarkibida tuz yo'q degan ma'noda. 0% lik suvni o'zini qo'shdik. Demak, aralashma M1 qo'shilgan M2 og'irligida bo'lishi aniq, lekin protsenti P bo'ladi. Shuni hisoblaymiz. M1 taqsim 100, buni 1%, ko'paytiramiz P1 ga, buni P1% tuzdan iborat. Buning foizi tuzdan 0. Qo'shgandan keyin M1 qo'shilgan M2 taqsim 100 kara P deganmiz. Shundan P ni topsak, M1 P1 taqsim M1 qo'shilgan M2 degan formuladan chiqadi. Mana bu narsa 0 bo'lganligi uchun bu 0 ga aylanib ketdi. Holat, 4-holat. M1 massali P1%li ustiga qo'shamiz M2 massali 100%li. Boyagi tuzli aralashma edi. 100% tuzni o'zini qo'shdik yana. Yana ham sho'rroq qilmoqchimiz. Shunda M1 qo'shilgan M2 bo'ladi, umumiy massa, protsenti P bo'ladi. Ana shu P ni topish uchun yana bu ham shu gap. M1 ni 100 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz P1 ga, uni ichidagi tuz og'irligi, bundagi M2 ni 100 ga bilan 100 ga ko'paytiramiz, buni o'zi bo'ladi. M1 qo'shilgan M2 taqsim 100 ko'paytirilgan P bo'ladi. Shundan P ni topsangiz, M1 kara P1 qo'shilgan 100 kara M2 taqsim M1 qo'shilgan M2 bo'ladi. Holat, M1 massali P1%li aralashma bor edi, biz uni bug'latdik. Bug'latib yuboramiz va shunda M1 ayrilgan X bo'ladi. Bu yerda X o'sha bug'lanib ketganning og'irligi. Ya'ni mana bundan X og'irlik kamayadi, shuncha qoladi keyin. Va tuzning protsenti P2% bo'lib qoladi. Ana shundagi tenglamani tuzamiz, qarang. Biz buni shakar ham deganmiz, tuz ham desak bo'ladi. Buni ichidagi aralashmani, qo'shgan aralashmamizni topamiz. M1 taqsim 100, buni 1%, P1 ga ko'paytirsak, P1% shakardan iborat masalan. Endi o'sha shakar mana bu yerda ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu yerdagi shakar og'irligi bilan bu yerdagi shakar og'irligi teng bo'lib qoladi. M1 ayrilgan X buning 1%, mana 100 ga bo'ldim. P2% buning ichidagi shakar og'irligiga teng. Ko'paytiramiz P2 ga. Shu tenglamadan siz qaysi bittasini noma'lum qilib beradi, shuni topasiz. Mana shular yordamida misol ishlasangiz 90%